Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, yarfa'illahu allazina amanu vallazina minkum utul ilma darajat vallohu bima ta'maluna xabir. Sadaqallohul azim. Bu oyatda Alloh marhamat qilyaptiki, Alloh subhanahu va taolo sizlardan iymon keltirgan va ilm berilgan zotlarni ulug' darajalarga, yuqori maqom va martabalarga ko'tarur va Alloh taolo sizlarni qilayotgan barcha yaxshi yomon amallaringizdan xabardor zotdir deydi. Boshqa oyatda Alloh ustozlarni, ilm egalarini shunday bir ulug'lab aytadiki, qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Sadaqallohul azim. Ayting, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Albatta teng bo'lmaydi. Chunki Allohni tanishlik ham shu ilm bilan bo'ladi. Ibodatlarni to'g'ri bajarishlik ham o'sha ibodatlarni ilmini olishlik bilan bo'ladi. Yoki bir sohani mutaxassisi, bilimdoni bo'lishlik uchun ham o'sha sohani, o'sha kasb-u hunarni, ilmini egallashlik bilan bo'ladi. Albatta biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lmasligini Alloh subhanahu va taolo o'zi ushbu oyat karimasida marhamat qiladi. Zotan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak hadis shariflarida ham ustozlarni juda ulug'lab kelgan, ya'ni rivoyatlar ko'p. Masalan, marhamat qiladilarki, al-ulama'u warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama fa innama warrasul ilm. Ya'ni ulamolar, olimlar payg'ambarlarni merosxo'rlaridirlar. Zotan payg'ambar alayhimussalomlar, ya'ni barcha payg'ambarlar, ular meros qoldirmaganlar. Allohning rasul va nabiylari dinor va dirhamni, moli dunyoni meros qoldirmaganlar. Ular faqatgina ilmni meros qoldirganlar deya marhamat qiladilar. Boshqa hadis shariflarida va man akhadahu akhada bihazzin wafir. Kimki shu payg'ambar alayhissalomlar qoldirgan meros ilmni oladigan bo'lsa, katta nasibani, ulug' nasibani olibdi deya marhamat qilganlar. Dinimizda ustozlarning qadri va fazilati juda ham ulug'langan. Chunki ana o'sha ustozlar kelajak avlodni tarbiyalanib, chiroyli bir xulq egasi bo'lib, olim va olimalar bo'lib, o'zi yashab turgan joyga, millatga, dinga, eli yurtga xizmati singiydigan qilib tarbiyalaydigan eng bosh sababchilar ustozlar ekan. Chunki Rasululloh alayhisolatu vassalom payg'ambarimiz ustozlarni yana qadrini bayon qilgan hadis shariflarida innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val aradin hatta an-namlata fi juhriha va hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khayra deya marhamat qilganlar. Ya'ni butun osmonlar va yerlarning ahllari bo'lgan va hattoki inidagi chumolilar ham va suvdagi baliqlar ham insonlarga yaxshilikni ta'lim beradigan, ilm beradigan zotlarning haqqiga istig'for aytib turadilar. Ularni haqqiga duo qilib turadilar deya marhamat qilganlar. Muhtaram azizlar, mazhab boshimiz Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhini ustozlari Hammod ibn Abi Sulaymon bo'lganlar. Mana shu zot mazhab boshimiz aytadilarki, men ustozim Hammodni uylariga hech qachon oyoq uzatmadim. Vaholanki men bilan ustozimni uylarining orasida 7 ta ko'cha bor edi deydilar. Qarang, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bilan ustozlari Hammod rahimahullohning uylari orasida 7 ta mahalla, 7 ta ko'cha borligini aytibdilar. Biror marta ustozimni uylari tomoniga, ya'ni oyoq uzatmadim deya marhamat qilganlar va ustozimni o'sha hayotlik paytlarida ham, vafotlaridan keyin ham otam bilan, ya'ni yonma-yon nomlarini qo'yib, u zotni haqqilariga istig'for so'rar edim, ularni haqqiga duo qilar edim deya marhamat qiladilar. Azizlar, hozirgi kunda shu dunyoviy ilm,
diniy ilm hammasi Alloh taologa olib boradi. Katta kashfiyotlarni qilib islomni qabul qilayotgan insonlar bor. Tarixda ham bo'lgan, hozirgi kunimizda ham bo'lgan. Shu yer osmonlar qanaqa ilmlar bo'lmasin, o'rganishlik borasida Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilgan bo'lsa, o'sha olimlar bir qanchasi u quruqlikdami, suvdami Alloh taoloning qudratini ko'rib, bori birligini ko'rib, guvohi bo'lib, ya'ni ilm bilan, aql bilan Alloh taologa yetishib, islom ne'matiga, iymon baxtiga musharraf bo'layotgan olimlar bor. Albatta bu islom baxtiga musharraf bo'lishligi ham ilm orqali bo'layotganligini mulohazasini qilmoqligimiz kerak ekan. Shogirdlar ustozlarda oldida kitoblarimizda bayon qilinyapti, bir qancha lozim bo'lgan odoblar bor. Ana shu odob doirasidan chiqmasliklari lozim ekanligini bayon qilingan. Xususan shogird ustozdan ilm o'rganayotgan, hunar o'rganayotgan shogird ustozni oldida yoki yon tarafida yurmasligi kerak. Ustozni orqasida yurishligi kerak deyiladi. Va yana ustoz turib ketganidan so'ng o'rniga o'tirishlik ham beodoblik sanaladi. Ustozni huzurida undan oldin beijozat gap boshlamasligi kerak. Charchab turgan paytida har xil savollarga ham tutavermasligi kerak. Va ustozlar o'tirgan o'sha xonalariga beijozat, beruxsat xabar bermasdan, ruxsat olmasdan kirishlik ham beodoblik qatoriga qo'shib qo'yilibdi va ustozlarning yuzlariga tik qaramaslik bu ham shogirdlarni ustozni oldida saqlashligi lozim bo'lgan odoblar sirasiga kiritilgan ekan. Va ustozini borligida ham, yo'qligida ham g'iybat qilmaslik, mazah qilmaslik, masxara qilmaslik va ana shu ustozlarni dilini ranjitadigan so'zlarni ham gapirmaslik talablarga, shogirdlarga zimmasidagi vojibotlardan ekanligini bugungi kunda hamma o'quvchilarimizga ham, shogirdlarimizga ham, xonadonlarimizda ham farzandlarimizga albatta ustozlarni hurmat qilishlik, ehtirom qilishlik va bu bilan ota-ona siz bilan bizni osmondan yerga tushishligimizga sabab bo'lishgan bo'lsa, ustozlar yerdan ko'klarga ko'tarilishligimizga sabab bo'layotganligini ham farzand zurriyotlarimizga, o'quvchilarimizga uqtirib, pandu nasihat qilib bormoqligimizni taqozo qiladi muhtaram jamoatlarimiz.